Musofir yurganlar, tirikchilik deb safarga chiqqanlar, ibodatni ado qilaman deb yuribsizlar. Bola chaqani boqish kerak, ibodat. Lekin ota-onalarni esdan chiqarib qo'ymanglar. Shularni duosi, shularni sizlarga qilgan xayr duolari sizlarga barakot bo'ladi. 10 yildan beri yuribdi, bitta chek qila olmadi. 15 yildan beri ishlatib, bitta tom yopa olmadi. Qarasang hech narsa qilgani yo'q, yeb ichib yuribdi. Nima qilaman, o'shga borib deydi. Senichi jannating ikkita eshik uyda turibdi, otang bilan ening. Yirtib olmayapsan bu yoqda ishni. Prosta tirishingga o'tyapti, mashada yuravergin-da. Chunki otangning yuziga qarab turishing ibodat. O'tib ketgandan keyinmi holingga maymunlar yig'laydi. Agar otangni rozi qilib qolmasa. Rizqni barakotli bo'lishiga sabablardan yana bittasi gunohlardan ehtiyot bo'l. Payg'ambarimiz aytadilar: "Innar rojula la yuhramur rizq